Diqqat, agar konditsioneringiz endi sovutmayotgan bo'lsa, galati tovushlar chiqarsa yoki avvalgidek ishlamasa, darrov mutaxassisga yugurishga shoshilmang. Bugun sizga ko'rsatadigan narsam sizga foydali bo'lishi mumkin. Bu avtomobilingiz konditsioner tizimini bepul, murakkab asboblarsiz, mexanik bo'lmasdan va yarim soatdan kamroq vaqt ichida tuzatish bo'yicha maslahatlar. Shuning uchun oxirigacha qoling, chunki har bir bosqichni batafsil tushuntirib beraman. Nima uchun bu usul ishlashini, tizim ichida aslida nima sodir bo'layotganini va muammo haqiqatan ham hal bo'lganini qanday tekshirishni ko'rsataman. Keling, boshlaymiz. Akkumulyatorni 10 daqiqaga uzib qo'ying. Bu eng oddiy va eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan usul. Akkumulyatorni bir necha daqiqaga olib tashlasangiz, konditsionerni hech narsa bo'lmagandek qayta ishga tushirishingiz mumkin. Nega bu usul ishlaydi? Bu juda oddiy. Avtomobilda hamma narsani, jumladan konditsionerni ham boshqaradigan elektron modullar mavjud. Ba'zan ular ishdan to'xtab qoladi, xatoliklarni yozib oladi yoki ishlashda buzilishlar yuz beradi. Akkumulyator quvvatini 10 daqiqaga uzib qo'ysangiz, bu modullarni majburan qayta ishga tushirasiz. Bu kompyuter ishdan chiqib qolganda uni qayta ishga tushirishga o'xshaydi. Mana qanday qilish kerak? Avtomobilni to'liq ochirib qo'ying. Avvalo manfiy qutni uzing. Shoshilmasdan 10 daqiqa kuting. Klimalar iflos yoki zang bo'lmaganini tekshiring va kerak bo'lsa tozalang. So'ng avval musbat, keyin manfiy qutni ulab qo'ying. Bu usul kichik xatoliklarni o'chirib yuborishi, konditsioner modulini normal holatga qaytarishi va havoning yana salqin bo'lishiga yordam berishi mumkin. Ba'zan yetarli bo'ladigan oddiy va bepul usul. Dvigatel o'chirilganida konditsionerni yoqing. Endi esa tajribali texniklar uchun mo'ljallangan qo'llanmadan olingandek tuyuladigan, lekin juda mantiqli bir usulni ko'rib chiqamiz. Dvigatel o'chirilganida konditsionerni yoqing. Ha, to'g'ri tushundingiz, bu befoyda tuyulishi mumkin, chunki dvigatel o'chirilganida kompressor ishlamaydi va hech qanday sovuq havo chiqmaydi. Unda buning nima foydasi bor? Mana tushuntiraman. Ko'plab zamonaviy avtomobillarda, ayniqsa avtomatik konditsioner tizimiga ega bo'lganlarda, tizim qabul qilingan buyruqlarni eslab qoladi. Shunday qilib, siz tegishli tugmani bosganingizda, hatto dvigatel o'chirilgan bo'lsa ham, boshqaruv moduli bu ko'rsatmani eslab qoladi va dvigatel ishga tushirilishi bilan uni bajaradi. Yana ham qiziqrog'i, ba'zi avtomobillarda dvigatel ishlamayotgan paytda konditsioner yoqilsa, tizim ichki avtotekshiruvni ishga tushiradi, go'yo talabga javob bera olish imkoniyatini baholayotgandek. Bu jarayon, masalan, ishga tushishni rad etayotgan kompressor yoki endi javob bermayotgan klapan kabi g'ayritabiiy holatlarni qayta tiklashi mumkin. Quyidagicha harakat qiling. Kalitni kontaktga qo'ying, lekin dvigatelni ishga tushirmang. Konditsionerni maxsus tugma orqali yoqing. Shamollatishni ham o'rtacha tezlikda ishga tushiring. Hammasini taxminan 30 soniya davomida faol holatda qoldiring. So'ng hammasini o'chiring. Kalitni oling va yana bir oz kuting. Bu kichik marosim tizimga dvigatel aralashuvisiz aniq ko'rsatma beradi. Bu go'yo uyg'onganda bajariladigan ko'rsatmani oldindan tayyorlashga o'xshaydi. Agar konditsioner moduli sinxronlashmagan bo'lsa, bu oddiy harakat unga to'g'ri ishlash tartibini tiklashga yordam beradi. Siz darhol salqin havo sezmasligingiz mumkin, lekin tizimning ishlashini qayta sozlash jarayonini boshlab yuborgansiz. Keling, hayratlanarli, lekin juda samarali bosqich bilan davom etamiz. Konditsioner tugmasini deyarli sehrli kalitdek boshqaring. Bu tugmani ketma-ket 10 marta yoqing va o'chiring. Bu bema'ni tuyulishi mumkin, lekin bu takrorlash hech qanday fokus emas. Bu ba'zi avtomobillarda ishdan chiqqan tizimni sozma-soz qayta ishga tushirishi mumkin bo'lgan, kam ma'lum bo'lgan texnik tamoyilga asoslanadi. Har bir bosqichda aslida nima sodir bo'lishini mana shu yerda ko'ramiz. Siz boshqaruv moduliga kompressorni yoqish buyrug'ini berasiz, so'ngra qo'yib yuborish orqali uni o'chirishni buyurasiz. Tashqaridan qaraganda bundan osoni yo'q, lekin mana asosiy jihat. Ko'plab elektron konditsioner tizimiga ega avtomobillarda bu harakatlar kirish signallari sifatida qayd etiladi. Agar havo uchun mas'ul modul ishdan chiqsa, javob bermay qolsa yoki galati holatga tushib qolsa, masalan, kuchlanish pasaygandan keyin, akkumulyator o'tirib qolsa yoki datchik xatosi yuz bersa, tez-tez berilgan buyruqlar ketma-ketligi uni bu boshi berk ko'chadan chiqarib yuborishi mumkin. Aynan biz shu yerda shuni yuzaga keltiryapmiz. Tez va takroriy yoqib o'chirish xuddi muzlab qolgan pultni qayta ishga tushirgandek. Mana tartib qoidasi. Kalit kontakt holatida dvigatel hali o'chirilgan, konditsioner tugmasini bosing, 1 soniya kuting, yana bosib o'chiring. Bu skillni 10 marta takrorlang, yana 10 soniya kuting, so'ng hammasini o'chiring. Bu galati tuyulishi mumkin, lekin amalda ushbu tartib hech qanday signal yubormayotgan modullarni kompressorga qayta ishga tushirishga yordam bergan. Sababi oddiy. Ba'zi modullar foydalanuvchi faoliyatini aniqlash uchun dasturlashtirilgan. Shundan so'ng ular cheklangan xavfsizlik rejimidan chiqadi. Ya'ni tugmada bir qator harakatlar aynan shunday faoliyat hisoblanadi.
Bundan tashqari, bu amalni dvigatel ochirilgan holda bajarish orqali dvigatel harorati yoki tizim bosimi kabi boshqa datchiklardan keladigan aralashuvlarni yo'q qilamiz. Bu esa ancha tiniq signal olish imkonini beradi. Keyin nimani kuzatishingiz kerak? Dvigatelni qayta ishga tushirib, konditsionerni odatdagidek yoqsangiz, kompressor javob berishi kerak. Yengil bir klik eshitiladi, ventilyatsiya kuchliroq ishlaydi va havo asta-sekin soviy boshlaydi. Agar shunday bo'lsa, tabriklaymiz, tizim endigina qayta ishga tushirildi. Bu sehr emas, bu shunchaki avtomobil elektronikasining ish jarayonidir. Tayyor bo'ling, chunki keyingi bosqich kamdan-kam to'g'ri ishlatiladigan, lekin tiqilib qolgan mexanizmlarni ochishda ajoyib imkoniyatga ega bo'lgan funksiyani ishga soladi. Keling, resirkulyatsiya rejimi misolini olaylik. Uni bir necha marta ketma-ket yoqing. Hech qachon salonda aylana shaklida chizilgan oq tasvirlangan tugmani ko'rganmisiz? Bu resirkulyatsiya rejimi va siz bu kichik tugma konditsioner tizimiga qanchalik ta'sir qilishini tasavvur ham qilmasligingiz mumkin. Keling, tushuntirib beray, chunki uning vazifasi oddiygina havoni boshqarishdan ancha kengroqdir. U yoqilganda bu rejim tashqi havoning salon ichiga kirishini oldini oladigan ichki klapanini yopadi. Shundan so'ng tizim faqat allaqachon mavjud bo'lgan havoni aylantiradi. Bu nima uchun kerak? Havoni tezroq sovitish va tashqaridan tutun, chang yoki yoqimsiz hidlarning kirib kelishini oldini olish uchun. Eng asosiysi, bu funksiya tizimdagi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan qismlardan biri, havo aralashtirish aktuatorini ishga soladi. Bu tanlangan rejimga qarab ichki klapanlarni ochish yoki yopish uchun mas'ul bo'lgan kichik elektr dvigatelidir. Har qanday kichik mexanik dvigatel kabi, vaqt o'tishi bilan u qotib qolishi, tiqilib qolishi yoki o'z pozitsiyasini yo'qotishi mumkin. Bu holat yuz berganda konditsioner tizimi ishdan chiqadi. Havo endi sovimaydi, iliq chiqadi, kuchsiz esadi yoki umuman ishlamaydi. Buning oldini qanday olish mumkin? Mashinaning yarmini yechmasdan. Aynan qayta aylanish rejimini qayta sozlash mexanizmi sifatida to'g'ri boshqarish orqali. Mana tartibi. Kalit kontakt holatida dvigatel ochirilgan bo'lsa, qayta aylanishni yoqing, 3 soniya kuting, uni ochiring, yana 3 soniya kuting va bu skillni 10 martadan 15 martagacha takrorlang. Bu takrorlash aktuatorni bir uchidan ikkinchi uchigacha to'liq harakat qilishga majbur qiladi. Bu esa odatda normal foydalanishda hech qachon sodir bo'lmaydi. Aynan shu narsa uni yechib yuborishi mumkin. Agar mexanizm ifloslangan bo'lsa, tichli gildirak bo'shashgan bo'lsa yoki modul o'z pozitsiyasini yo'qotgan bo'lsa, bu takroriy harakat qayta kalibrlashga yordam beradi. Ko'plab zamonaviy avtomobillarda modul bu ekstremal harakatlarni aniqlaydi va avtomatik ravishda o'zining asosiy pozitsiyasini moslashtiradi. Shu tariqa aslida unchalik jiddiy bo'lmagan muammolarni hal qiladi. Yana bir muhim jihat shuki, agar siz boshqaruv paytida bir necha marta ketma-ket chiqillagan tovushlarni eshitsangiz, ehtimol aktuatorning tichli gildiragi shikastlangan yoki bo'shashgan bo'lishi mumkin. Agar esa hech qanday galati ovoz eshitilmasa va keyin havoning harakatida haqiqiy o'zgarishni ko'rsangiz, bu yechim ishlaganning belgisi. Bu mening fikrimcha, avtomobil sohasida eng kam baholangan usullardan biri. Agar bularning o'zi sizni qiziqtirgan bo'lsa, keyingi bosqich sizni yanada ko'proq hayratda qoldirishi mumkin. Biz oynalarni bugdan tozalash uchun mo'ljallangandek ko'rinadigan, lekin aslida tizimning eng yaxshi yashirin diagnostika vositalaridan biri bo'lgan funksiyadan foydalanamiz. Muzdan tushirish, defrost rejimini sinab ko'rish. Shishadan o'tgan oqlar tasvirlangan bu tugma faqat estetik maqsadga xizmat qiladigandek tuyuladi, lekin aslida bu konditsioner tizimi uchun haqiqiy diagnostika vositasidir. Biz uni muammoning asl manbasini aniqlash uchun ishlatamiz. Boshlash uchun bir nechta asosiy narsalar. Bu rejim bir vaqtning o'zida ikki harakatni ishga tushiradi. Birinchidan, u havo oqimini old oynaga yo'naltiradi. Ikkinchidan, va bu eng muhimi, u konditsioner kompressorni avtomatik tarzda faollashtiradi, hatto unga mo'ljallangan tugma o'chirilgan bo'lsa ham. Nega? Chunki kompressor ishlab chiqargan sovuq va quruq havo salon namligini ancha samarali yo'qotadi. Shunday qilib, tizim konditsionerni aniq ko'rsatmasdan yoqadi, xuddi u hech kim sezmayotgandek ishga tushadi. Mana shu hiylaning foydasi. Tasavvur qiling, siz konditsioner tugmasini bosasiz, lekin hech qanday natija yo'q. Havo iliq bo'lib qoladi, kompressor ishlamayotgandek tuyuladi. Hamma narsa buzilishga ishora qiladi. Lekin agar siz keyin muzdan tushirish rejimini faollashtirsangiz va chirtish ovozi eshitilsa, shamollatish ohangi o'zgarsa va havo biroz soviy boshlasa, siz hozirgina qimmatli tashxis qo'ydingiz. Kompressor ishlayapti, sovutgich gazi mavjud, tizim odatda ishlayapti. Muammo sensordagi tugma yoki signalni noto'g'ri talqin qilayotgan modulda ko'proq bo'lishi mumkin. Shu tarzda siz keraksiz tashxis xarajatidan qutuldingiz. Mana bosqichma-bosqich qanday harakat qilish kerak? Dvigatelni ishga tushiring. Konditsioner ochirilganiga ishonch hosil qiling. Muzdan tushirish rejimini yoqing va diqqat bilan tinglang.
Holingizni old oynaga yaqin ventilyatsiya teshiklariga yaqinlashtiring. Bir necha soniya kuting va havoning salqinlashini yoki ventilyator tezligining biroz o'zgarishini kuzating. O'zgarish nozik bo'lishi mumkin, ayniqsa tashqarida juda issiq bo'lsa, lekin baribir seziladi. Kompressorning shu yengil klik ovozi, agar siz tizim ishlamayapti deb o'ylagan bo'lsangiz, ishonchli belgidir. Bundan tashqari, agar muzdan tushirish ishlayotgan bo'lsa, qo'shimcha bir hiyla ham sinab ko'rishingiz mumkin. Uni yoqilgan holda qoldirib, kompressor ishlayotgan paytda konditsioner tugmasini bosib ko'ring. Ba'zi modellarda bu tugma javobini blokdan chiqarib, to'g'ri signalni tiklashga yordam beradi. Agar muzdan tushirishni yoqsangiz umuman hech qanday o'zgarish bo'lmasa, na klik ovozi, na ventilyatsiyada o'zgarish, na salqin havo, bu jiddiyroq muammoni anglatishi mumkin. Nosoz relesi, ishlamaydigan kompressor yoki sovutuvchi suyuqlik yetishmasligi. Lekin bu yordamida siz endi ko'zi yumilgancha harakat qilish o'rniga aniq yo'nalishga egasiz. Bu usulni eng tajribali texniklar ham ishlatishadi, lekin pullik diagnostika bo'lsa, buni deyarli tilga olishmaydi. Shuni yodda tuting va o'rnida to'g'ri foydalaning. Konditsioner uchun ajratilgan sug'urtani tekshirib ko'ring va uni bir necha soniyaga chiqarib oling. Oddiygina sug'urta bo'shashib qolgan, ifloslangan yoki qisman kuyganligi sababli konditsioner ishlamay qolishi, bundan ko'ra ko'proq asabni buzadigan narsa yo'q. Lekin bu holat o'ylaganimizdan ham ko'proq uchraydi. Mana uni qanday tekshirish va eng muhimi, tizimni qayta ishga tushirish uchun undan qanday foydalanish kerakligi. Avvalo, sug'urta nima o'zi? Bu kichik bir detal bo'lib, elektr zanjirini himoya qiladi va kuchlanish oshib ketganda yoki qisqa tutashuv bo'lsa, tokni uzib qo'yadi. Agar u bo'lmasa, kuchlanish oshib ketishi butun konditsioner tizimini ishdan chiqarishi mumkin. Ko'pchilik bilmaydi, lekin zamonaviy tizimlarning kopida maxsus sug'urta yoki relesi bo'ladi. Agar bu detal biroz shikastlangan, kontakt yaxshi bo'lmasa yoki vaqt o'tishi bilan bo'shashib qolsa, tizim vaqti bilan ishlamay qolishi mumkin. Masalan, kompressor ishga tushmaydi, tugma javob bermaydi yoki modul hech qanday sababsiz qotib qoladi. Mana sizga bir hiyla. Bu sug'urtani vaqtincha olib tashlash, aynan shu modulga quvvatni qayta yoqadi, xuddi akkumulyatorni uzib qo'ygandek, lekin aniq bir zanjirga qaratilgan bo'ladi. Buni to'g'ri qilish tartibi mana bunday. Avtomobilni tolib ochirib, kalitni chiqarib oling. Sug'urtalar qutisini oching. U odatda kapot ostida, akkumulyator yonida yoki salon ichida, ko'pincha rul yonida yoki baraban qutisi orqasida joylashgan bo'ladi. Konditsioner bilan bog'liq bo'lgan sug'urtani aniqlash uchun avtomobil qo'llanmasi yoki qopqoqdagi sxemani ko'rib chiqing. Uni mos keladigan qisqich yoki barmoqlaringiz yordamida ehtiyotkorlik bilan sug'urib oling. Taxminan 20 soniya kuting. Shu vaqt ichida tizim quvvatdan uziladi va ichki mayda xatoliklar qayta tiklanadi. So'ng sug'urtani mahkam joyiga qaytaring va u to'g'ri o'rnashganini tekshiring. Shu paytda uning ichi qoraymagan yoki kuyib ketmaganligini ham tekshirib oling. Agar u shikastlangan ko'rinsa, uni aynan shu amperajdagi yangi sug'urta bilan almashtiring. Hech qachon yuqoriroq amperaj ishlatmang. Aks holda haddan tashqari yuklama bo'lsa, yanada jiddiy zararlar yuzaga kelishi mumkin. Mana eng muhim nuqta shu. Ko'plab avtomobillarda shu amal kompressorni qayta ishga tushirish yoki muzlab qolgan tizimni yechish uchun yetarli bo'ladi. Xuddi internet routeri ishdan chiqib, uni bir necha soniyaga o'chirib yoqib qayta ishga tushirgandek. Agar bu usul ishlamasa ham, hech bo'lmaganda eng keng tarqalgan va eng oson tuzatiladigan sababni bartaraf qilgan bo'lasiz. Agar siz sug'urtani qayta joyiga qo'yganingizda hammasi yana ishlay boshlasa, siz ustaxonaga borish va katta xarajatdan qutulgan bo'lasiz. E'tibor bering, agar sug'urta yaxshi bo'lsa-yu, muammo davom etsa, yana bir narsani tekshirish kerak. Kompressor uchun elektron kalit vazifasini bajaradigan reli. Agar sizga qiziq bo'lsa, bu mavzuni keyinroq batafsil ko'rib chiqishimiz mumkin. Hozircha shuni eslab qolingki, sug'urta faqatgina zanjirni himoya qilish bilan cheklanmaydi. U shuningdek, konditsionerni qayta ishga tushirish va tiklash uchun ham vosita bo'lishi mumkin. Agar avtomobilingizda avtomatik konditsioner bo'lsa, uni qanday qilib qayta ishga tushirish haqida. Agar avtomobilingizda oddiy tugmalardan ko'ra ekran va sensorli boshqaruvli raqamli yoki avtomatik konditsioner bo'lsa, bu bosqich ayniqsa muhim. Bu tizimlar o'z xotirasida belgilangan haroratni, havo oqimi yo'nalishini va ba'zan ularning ishlashiga xalaqit beradigan ichki xatoliklarni saqlab qoladi. Buning yechimi qo'lda qayta ishga tushirishni amalga oshirishdir. Ko'plab avtomobillarda yashirin tartib mavjud bo'lib, u aktuatorlarni qayta kalibrlaydi, vaqtinchalik xatoliklarni o'chiradi va tizimni zavoddan chiqqandek qayta sozlaydi. Usul modellarga qarab farq qiladi, lekin ko'pchilik hollarda avtomobilni dvigatelni ishga tushirmasdan aksessuar rejimiga qo'yish. So'ngra odatda havo aylanishi va konditsionerga oid ikkita maxsus tugmani bir vaqtda onoyin 5 soniya bosib turish kifoya. Keyin esa indikator chiroqlari miltillashini va signal tovushi eshitilishini yoki ekranda biror ko'rsatma paydo bo'lishini kuting.
Bu tizim qayta ishga tushayotganini va havoni boshqaruvchi ichki mexanizmlar qayta kalibrlanayotganini tasdiqlaydi. Agar konditsioner noto'g'ri ishlasa, javob bermasa yoki sinxronizatsiyadan chiqqandek tuyulsa, ushbu usuldan foydalaning. Ko'plab hollarda bu kompressorning normal ishlashini tiklash uchun yetarli bo'ladi. Mana oddiydek tuyulgan, lekin qo'shimcha aralashuvsiz salqin havoni qayta tiklashga yordam beradigan bir hiyla. Agar siz ushbu bosqichlarning barchasini bajargan bo'lsangiz va konditsioneringiz yana ishlay boshlagan bo'lsa, tabriklaymiz, siz ancha pul tejadingiz. Agar hali ham natija bo'lmasa, hech bo'lmaganda endi mutaxassisga murojaat qilishdan oldin nimadan boshlashni bilasiz. Tajribangizni bo'lishing va konditsioneringiz yana salqin havo berayotganini ayting. Yangi maslahatlar uchun tez orada ko'rishamiz va mashinangizda endi hech qachon salqin havo yetishmasin.